Fe'l bir basaqzal gaplar, gapning iyesi, ya'ni baslauchi belgili ham belgisizligine qaray, iyesi belgili gap, iyesi belgisiz gap, iyesi lumalasqan gap ham iyesiz gap bo'lib to'rtga bo'linadi. Buni misollar orqali bildirsak. Iyesi belgili gap. Iyesi belgili gapga misol keltirsak, shiday almadim. Birinchi betda turibdi. Shiday almadim. Birinchi bet birlik sonda turibdi, biroq buning baslauchi yo'q. Baslauchi yo'q, ham bu fe'l bir basaqzal gap ekan belgili, ham birinchi betda birlik sonda turibdi. Bazarbayda o'yata qo'yayin deb o'ngilib yedim. Men o'ngilib yedim. Bu yerda baslauchi yo'q, men yo'q, baslauchi yo'q, birinchi betda turibdi. O'zimni irkdim. Bu yerda birinchi betda turibdi, baslauchi yo'q. Endi yurib ketayin deb tur yedik. Ketayin deb tur yedik, ya. Bu yerda gapning fe'l bir basaqzal gap haqida gap ketyapti hozir. Gapning bayonlovchi orqali, gapning iyesi bu yerda yo'q, baslauchi yo'q bo'ladi. Biroq baslauchni bayonlovchi orqali topamiz. Bayonlovchi birinchi betda, ikkinchi betda keladigan bo'lsa, bu iyesi belgili gap delinadi. Ya'ni bir basaqzal gapga iyesi belgili gap. Iyesi belgili ekanini bizlar birinchi betdagi ham ikkinchi bet orqali ko'rib turibmiz. Ya'ni söyleyuşu menen tinglovchi haqida gap ketyapti bu yerda. Singlov gap bayonlanganda söyleyuşu bo'ladi, tinglovchi bo'ladi, ham söyleyuşu menen tinglovchidan boshqa adam bo'ladi, uchinchi adam bo'ladi-da, uchinchi bet bo'ladi. Bu yerda söyleyuşu ham tinglovchi ikkovining orasidagi gap ketyapti. Sol shunda bu birinchi, ikkinchi bet bo'lgani uchun iyesi belgili gap delinadi. Ular demak, birinchi, ikkinchi betda kelsa, iyesi belgili gaplar bo'ladi ekan. Ham bu bir basaqzal gap, bu yerda baslauchi yo'q. Endi iyesi belgisiz gap.